$220 3 tali nabor premium klass, $200 4 tali nabor normalniy klass. Ikkalasini solishtiramiz. Buni urib ko'rgan odam biladi, men bu qo'lim qayerib boryapti, bori. Bu lekin tez vibratsiya beryapti, kirib ketyapti. Nu, men bu kuch ko'pligi shundoq seziladi lekin baribir. Bunchalik farq bo'ladi deb o'ylamagandim. 4 ta nabori bor, ichida 4 ta batareyasi bor. $200 dan 3 ta nabor, ichida 2 ta batareyali. Buni o'zi $220. Bu anchagina qimmat, lekin haqiqatan arzirkan. Hozir vaqtingizga rozi bo'lsa, общий obzorni ko'rsatib beraman. Qisqasi urganimda bor kuch bilan bossam ham umuman qaytmasdan qo'lim qayrib borib buzlashyapti-da. Xuddi to'kdagilarga o'xshaydi. Buni ham tez buzdi, lekin qattiq bosganingizda sekinlashgan seziladi baribir. Saytimizda $80 dan ham 4 ta naborlar bor ko'rsangiz. Unaqa emas, ikkalasi ham normalniy. Biz premiumlarni solishtirib ko'ryapmiz. Bunda bolgarkasi chiqadi, gayka verti chiqadi. Hop, zaryadchigi bitta chiqadi. Sifati mana bunaqada, qisqasi moshina ishlangan, hammasi professionalniy. Bolgarkasini keyingi videoda albatta solishtirib ko'rsatib beraman, kesib ko'rsatamiz. Bunda bolgarka, bunda ham bunaqa yangi model. Hop, patronlarni ko'rdingiz-a? Normal ishlangan. Mana. O'zida ham zaryad ko'rsatadi, batareyada ham zaryad ko'rsatadi. Gayka verti mana bu uchiga har xil nasatkalar tushadigan. Nasatkalardan bor alohida ko'rasizlar hali. Bu komplekt ichida emas, alohida xohlagan nasatkalar qo'ysa bo'ladigan. Universalniy gayka vert, zaryadchigi ekstrenniy, 4 ta batareyka, 2 ta zaryadchi. Nimaga 2 ta zaryadchi qo'yiladi? Savol. Kimlardir ikkita og'ayni, bittasi отделка ish qiladi, bittasi mashina tuzatadi. Mashina tuzatadigan odam bolgarka bilan gayka vertini oladi, 2 ta batareyka bilan bitta zaryadchigini oladi. Ikkinchi og'aynisi отделка qiladi, shurpoy bilan buni oladi-da, 2 ta batareyka zaryadchini alohida bo'lib oladi. O'shanda arzonga tushadi, komplekt bo'ladi. 3 taligida ham batareykasi 4000 tali original, og'irgina zaryadchigi bor. Ko'rsatadi zaryadkasini. Qo'lda seziladi proshniyligi. Garantiyali talon, albatta garantiyasi bor mahsulotlar. Uncha-munchaga o'ladigan emas. Funksiyalari o'zgaradi. Tushundi, nimaga ishlatilishini biladiganlar. Bolgarka 8000 оборот, komplekt to'liq. Men bu narsani bilishsa kerak, men bu nastroyka qilib qo'yiladi. Agar kichkina o'lchamda qoqish kerak bo'lsa, o'shanga borganda tekkana to'xtaydi bu narsa. Xo'p, buni narxi $220. Endi zo'r taklif. Agar bozorda umuman uchramaydigan arzon narxda xarid qilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Albatta buni yechimini qilib beramiz. Haqiqatan bozorda bo'lmaydigan narxda qo'yamiz. 200 ta komment yig'ilsa bo'ldi.